Yo Alloh, o'zingga ming shukrlar bo'lsin shu kunlarga yetkazganingga. Sizlardan kim bu oyda hozir bo'lsa, unda roza tutsin deb marhamat qilib, Ramazon oyining rozasini siz va bizga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Kimki Ramazonda iymon bilan savob umidida qoyim bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi degan bashorat bilan siz va bizga Ramazon kechalarini qoyim qilishni sunnat qilib bergan janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlari bo'lsin. Muhtaram din qardoshlarimiz, aziz hamshaharlarimiz, barchangizni butun islom olamini taqvo va Qur'on oyi bo'lmish Ramazoni sharif kirib kelgani munosabati bilan samimiy qutlab, chin qalbdan tabriklashga ijozat bergaysiz. 11 oydan buyon orziqib kutilgan shu 11 oyning sultoni bo'lgan mohi Ramazon kirib keldi. Qalblarimizga surur bag'ishlab, iymonimizni ziyoda qiluvchi, gunohlarimizni to'kib, ruhimizni sayqallovchi ibodat oyi kirib keldi. Ana shunday iymon bayrami, Qur'on bayrami bo'lmish bu fayzli oy barchamizga muborak bo'lsin azizlar. Alloh taolo mohi Ramazonning sharofati bilan saharligi iftorlarda qilingan xolis duolarimiz barakati bilan el yurtimizni tinch xotirjam qilsin. Iymon e'tiqodimizni mustahkam qilsin. Hayotimizni barakatli, dasturxonimizni to'kin sochin qilsin.